Hmm. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan nemis tilining 3-darsimiz. Bugun sizlar bilan nimani o'rganamiz? Xudo xolasa sizlar bilan bugun kishilik olmashlar, ya'ni personal pronomenni o'rganamiz. O'zi o'zbek tili, ya'ni o'zimizning ona tilimizda bilamiz, kishilik olmoshlari ikkiga bo'linadi: birlik hamda ko'plik. Birlikka kiradi birinchi shaxs men, ikkinchi shaxs sen, uchinchi shaxs u. Birlikni tugatdik, endi ko'plik. Ko'plikka kiradi birinchi shaxsga biz, ikkinchi shaxsga siz yoki sizlar, uchinchi shaxsga kiradi bu ular. Xo'p, xuddi shunaqa nemis tilida ham ikkiga bo'linadi kishilik almashlar: singular va plural deyiladi. Singular birinchi shaxs bu ich, bu men degani. Ikkinchi shaxs bu sen, ya'ni du deb aytasiz mana bu yerda yozib qo'yilgan. Demak, ich, eslarda bo'lsa birinchi dars o'tganmiz. Chni biz nima deb o'qiymiz? H deb o'qiymiz. I bilan kelganligi uchun yumshoq berasiz. Ich. Keyingisi du, bu sen degani. Endi qarang, bitta e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Bu er degani u, ya'ni on. Bizlar rus tilidagi onga teng yoki ingliz tilidagi he ga teng. Z kichkina s bilan yoziladi. Bu u, ya'ni ana yoki ingliz tilidagi she ga teng. Va oxirgisi bu s, bu u narsalar uchun ishlatasiz. Bu anoga teng yoki itga teng ingliz tilida. Xuddi shunaqa endi ko'plikka o'tamiz. Birinchi shaxs ko'plik yoki plural formasi bu wir. Bu biz. Ikkinchisi bu siz. Ir. Sizlar ma'nosida. Va ular ma'nosi bu yerda zi. Va bitta uladigan bitta qismi bor. Ular hurmat ma'nosini alohida olgan. Ya'ni biz rus tilida aytamiz-ku вы deb yoki ingliz tilida unaqa formasi yo'q. Demak, nemis tilida siz deb, masalan, o'zingizdan katta insonga yoki qanaqadir yangi tanishgan insoningizga ziyda murojaat qilsangiz bo'ladi. Va o'sha vaqtda biza mana shu katta harfda s bilan yoziladi. Zini ishlatamiz. Demak, kishilik olmoshlari menimcha tushunarli bo'ldi. To'g'rimi? Davom etamiz. Ana endi bizada zayn fe'li bor. Bu o'zbek tilida yo'q. Lekin bizada bu ingliz tilida bor. Kim agar ingliz tilini bilsa, bu zayn fe'lini tez tushunadi. Bu ingliz tilidagi to be ga teng. Ihga bin bo'ladi. Zayn fe'li bu irregular, ya'ni kim noto'g'ri fe'l hisoblanadi. U tuslanganda ihga bin bo'lib tuslanadi. Ya'ni men deb, men nimadir hisoblanaman deb, binni qanaqadir hisoblanmoq deb yoki zayn fe'lini hisoblanmoq bo'lish kabi talaffuz qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ihga bin ishlatasiz. I am ga teng ingliz tilida. Keyingisiga du bist. Bunda you are, ya'ni senga teng. Sen nimadir hisoblanasan. Hozir ishlatilishlarini ko'rib chiqamiz. Keyingisi ist, sie ist, es ist, he is, she is, it is ingliz tilidagi shu qismga to'g'ri keladi. Keyingisi wir sind, we are. Keyingisi ihr seid, you are. Sie sind, they are. Hamda sie sind, bu yerda you are ma'nosiga keladi, ya'ni hurmat ma'nosida, rasmiyda siz mana shuni ishlatasiz. Zayn fe'lini tuslanishini yodlab olishingiz kerak. O'zi zayn fe'li qachon ishlatamiz? Xo'p, buni yana bitta o'zingiz uchun qaytarib olishingiz uchun yozib qo'yganman. Bu ich men, du sen, u o'g'il bolaga, ya'ni ingliz tilida he ga teng, ze ingliz tilida she ga teng, es ingliz tilida it ga teng, plural formasida wir bu biz, ir bu sizlar, ze bu ular hamda ze bu hurmat ma'nosi. Endi sizlar bilan qachon ishlatilishini ko'rib chiqqanmiz. Birinchisi bu, ya'ni kasbni aytishda biza qachon zayn fe'lini ishlatamiz. Ishlatilish qismlari juda ham ko'p, lekin boshlang'ichda siz bilishingiz kerak bo'lgan, A1 darajada siz bilishingiz kerak bo'lgan qism bu kasbni aytishda. Masalan, aytishim mumkin: Ich bin Lehrerin. Man o'qituvchiman. Yoki ich bin Ärztin. Mapda ikkita nuqtasi qolib ketgan. Man shifokorman. Degan birinchisi kasbni aytasiz. Siz aytishingiz mumkin: Ich bin Student. yoki ich bin Studentin. Kimligingizni aytishda ishlatasiz. Birinchisi, xuddi shunaqa ingliz tilida ham bor.
professional ya'ni professiyalanishda biz ishlatamiz. Keyingisi sein plus sifat, ya'ni sein fe'liga sifat qo'shasiz. Aytishingiz mumkin, man yoshman. Man I am young deymizku. I am young. Xuddi shunaqa birga bir tarjima qilasiz. I ga ich, am ga bin, young ga jung berasiz. Ich bin jung. Man yoshman. Keyingisi sie ist hübsch. U chiroyli. Keyingisi biror kishini qayerda ekanligini aytishda ishlatamiz. Masalan, ich bin zu Hause. Man uydaman. Bizdagi masalan man uyda hisoblanaman deb tarjima qilsangiz bo'ladi yoki uyda mandagi man bizdagi binni beradi. Sein fe'lini tarjimasiga to'g'ri keladi. Ich bin zu Hause. Wo ist mein Handy? Mana telefonim qayerda? Es ist auf dem Tisch. Mana es ya'ni anoda bizdagi it is on the table deymizku. Ingliz tilida xuddi shunga nemis tilidagi es ist auf dem Tisch ga teng bo'ladi. Keyingisida tanishishda yoki biror narsani ko'rsatayotganda aytishim mumkin. Ich bin Feruza Bonu. Man kimman? Man Feruza Bonuman. Bu aytaman, bu mani do'stim. Das ist mein Freund. Yoki das ist meine Freundin deyishim mumkin. Yoki kitobni ko'rsatib das ist ein Buch. Bu kitob. Yoki das ist ein Haus. Bu uy deb nimadirni ko'rsatayotganda yoki tanishtirilayotganda biza sein fe'lini ishlatamiz. Bugun sizlar bilan o'tadigan asosiy mavzuyimiz, ya'ni bu kishilik olmishlari bo'ldi. Ularni yodlab olasiz va to be fe'lini, ya'ni sein fe'lini yaxshilab, tuslab o'zingiz uchun ko'p tarjima qilib yozishga harakat qiling. Bu esa ko'proq esingizda qolishiga sabab bo'ladi. Sizlar bilan bu 3-darsda, inshaalloh 4-darsda ko'rishamiz. Hammaga omad.